Yaxshimisilar, charchamayapsizlar? Men bu videoni qilayotganimdan sabab uyimda voqea bo'ldi. Mana shu rasmga e'tibor berishingizni xohlayman. Bu meni o'g'lim, 7 yashar o'g'lim. Yugurib keldi oldimga, ada yuring, men sizga bitta narsa ko'rsataman dedi. Nima ekan desam, keling dedi. Turib borsam, shunaqa narsa qilib qo'yibdi. Endi men boshida tushunmadim. Turdim deb tekesam, shu narsa turibdi. Zo'r bo'pti-ku, avtodrom bo'pti-da, Sergeli mashina bozor bo'pti-da desam, kulib turgan shuni rangi o'zgardi. Ada bu Sergeli mashina bozor emas bu. Bu Ka'ba bu, Allohning uyi bu dedi. Endi shundoq qarasam, o'rtaga kubik Rubik qo'yib qo'ygan, ko'rgan bo'lsanglar, rasmda ham. Kubik Rubik bu Ka'ba ekan. Endi bu bolani o'zini tushunchasida. Men aytdim, nimaga atrofiga mashinalar qo'yib chiqsang desam, ularda aylanayotgan odamlar dedi. Nimaga odamlar qo'ymading desam, odamlar yo'q-da, o'yinchoq odamlar yo'q-da, mashinalar bor deb shu mashinalarni yig'ibdi. U Ka'bani atrofida tavof qilayotgan insonlarni anaqasi qilib ko'rsatibdi. Menga shu rasmga oldi. Endi o'sha momentda qo'limda telefonim bo'lmaganiga syomka qilib qila olmadim. O'zini holatlarini, boshqalarini bir ko'rsatib berardim, lekin aytib berganim bilan baribir shunaqa chiroyli bo'lmaydi. Lekin xursand bo'ldim. Duo qilinglar, Xudo xolisa qori bo'lsin inshaalloh. Rahmat.